Sizlar bilan Osikos kanali. Hozir tushni ko'rsatib beraman. Hozir bir daqiqa mana shuni ko'rsatib beraman. Qanday qilib? Avvalambor nastroyga kiramiz. Mana bunga settingga kiramiz. Bu yerdan mana bu touch degan yozuvni ustiga bosamiz. Touchda show kamera degan mana bu bor. Ana shuni bossak o'chadi. Mana bunday qilsak yonadi. Keyin bu yerda left hand mode bor. Bu ham yaxshi. Buni yoqsak ishlatgan narsalarimiz yana qo'limizda bo'lib qolaveradi. Hozir ko'rsataman. Buni bu yerga qo'ysak, keyin buni olib yana bu yoqqa qilsak, qo'limizga yana o'sha blok qaytib qoladi. Yana aytgancha qanday qilib tunni kun qilishni ham ko'rsatib ketaman. Bu yerda mana bu narsa bor. Ana shuning ustiga bir bossak, team degan yozuv bor. Team. Ana shuni bossak, non degan yozuv bor. Ana shuni bir bosib, bu yerdagi yozuvni bossak, mana tunimiz kun bo'lib qoldi. Ko'rgandek video ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana uchrashguncha